viloyatdan. Siz bitta statistikaga qiziqqanmisiz? Nima edi? Qancha oila bor? O'zbek va tojik millati bir bo'lib oila qurganlar qancha deb so'radim. Yo'q, men shunga qiziqmayman deb aytdilar. Men hisoblatib chiqdim, bu ham taxminan. Chunki ko'pini bilmaymiz. 1 millionta oila O'zbek va tojik millatidan tarkib topgan ekan. Demak 2 millionta odam. Ular bolalari to'rttadan bo'lsa, yana 8 millionta, 10 millionta odam ularning millatini ayirib bo'lmaydi. O'sha suhbatdan keyin men o'ylay boshladim.